Algebra 7'den DTM'ga taalluqli bo'lgan test 1/27x kub plus 1/125y kubni ko'paytiruvchilarga ajrating. Bu testni yechish uchun biza a kub plus b kubning yoyilmasini bilishimiz kerak, ya'ni kublarning yig'indisi formulasini. Bunda birinchi qavsda kublar tashab yoziladi, ikkinchi qavsda birinchisining kvadrati minus ikkalasining ko'paytmasi va plus ikkinchisining kvadrati yoziladi. Xuddi shu formuladan foydalanib buni ko'paytiruvchiga ajratamiz. Birinchi qiladigan ishimiz 1/27x kubimiz 1/3x ning kubiligini plus 1/125y kubimiz 1/5y ning kubiligini bilishimiz kerak. Ya'ni qavishda barobar. Formulaga asosan birinchi qavsni yozish uchun kublarni tashab o'zini yozishimiz kerak. 1/3x plus 1/5y ko'paytiruv. İkinci qavsda mana birinchisining kvadrati turibdi. Birinchisining kvadrati 1/9x kvadrat bo'ladi. 1/3x ning kvadrati minus ikkalasini ko'paytmasi 1/3 ga 1/5 ko'paytirsak 1/15 bo'ladi. X ga y, xy bo'ladi ko'paytmasi. Plus ikkinchisining kvadrati, ya'ni b ning kvadrati turibdi. 1/25 y kvadrat bo'ladi. 1/25 y kvadrat. Mana ko'paytiruvchilarga ajraldi. Berilgan testimiz javobi B. Bu test professional birinchi qismida olindi.